Yogurtlarni vыборы dim ko'p. Dim ko'p. Yogurtlarni aytamiz desak, bakın bir videom sig'maydi, ikki videom sig'maydi. Shuning uchun hozir shurda gözüme tushganlarni sizlarga ko'rsatib, baholari bilan aytib o'taman. Qaranglar, Musaffodan klubnika, banan tarmlisi va 6000 so'mdan, Musaffoning yogurtlari 6000 so'mdan. Bu yanda Actimel bular 9000 so'mdan. Bundan tashqari bu yerda Nejnilar bor. Nejnilar 23000, 17000 razmeriga qarab. Activia bor 18000 so'mdan, Danone 10000 so'mdan. Keyin undan tashqari bu yerda Milky Way deysizmi, Maltesers da qo'yibdi. Bularda yeb ko'rmayman, lekin ko'pincha Danone bilan Activia yeyman. Keyin bu yerda Sofindan 8500 so'mdan, Pure Milk'niki 9500 so'mdan. Undan tashqari Musaffoning baklashka varianti bor 10000 so'mdan. Banda Danone'ning ullusi bor 20000 so'mdan. 1 litr oladi, 1 litr chiqadi o'xshaydi bu. Har xil variantlari bor banda yana.